Assalomu alaykum ahli YouTube. Bugun shanba bo'lgani uchun bir Qozog'istonlik bir akamiz Qozog'istonda turib bir mashin zakaz qilgan ekan. O'shani topdik. Mercedes S500 4 matik tam. Но все условия конкретные есть. Просто tashlab ketilgan mashinda o'shanisi bilan sali qiynab turibdi. Tем более bu Daniyskiy nomer, mashin Polshada. Dvijni olib ketish mumkin, lekin buni sotaman deyapti. Endi sotmayman, sotaman deyapti, lekin faqat dokumentasiyasi ozroq qiyin. Qozog'istonlik ko'ki. Короче, mashin sali qiyinroq oformiladi. Yili ham sali eskiroqdan Qozog'istonga o'tishi juda qiyin. Gruziyaga o'tadi, lekin Gruziyaga 100% garantiyasi bilan o'tadi. 100% o'tadi. Balon yap-yangi. Молодец. Ishtirok hammasini yopishtirgan. Zo'r. Mashin dahshat, lekin O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izga o'tmaydi, Qirg'izistonga o'tmaydi. Shunisi. Gruziyaga o'tadi, lekin faqat через Gruziya dvijna qilaman desalar gap bo'lishi mumkin emas. Amalashda iloji bor. Kraska top-toza 100% garantiya beraman deyapti. O'zimiz ham tekshirib ko'ramiz. Agar yurak urayotganlar bo'lsa, davay dvijnani bosaylik. Belarusga ham o'tadi. Belarusga ham 100% o'tadi. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga o'tishda o'tkazsa bo'ladi, sali qimmat, tam lishni problema. Aybi bor. Mashinda aybi bor. Sali ozroq ayblari bor. Kraskasida вообще 100% garantiya deyapti. 100%. Любой master bilan kelib tekshirib ko'rish mumkin. Master bizga lishni bizga kerak emas. O'zimiz tekshirib, o'zimiz uchun olyapmiz-ku. Faqat shu musorga tashlab ketilgan mashin. Aybi shu. Kraska hammasi 100% javob deb egasi aytdi. Faqat через davlat auksionga qo'yilar ekan, yaqinda ko'ramiz. Mana mashinni bir 100 marta ko'rsatdim. Bu hech kimga kerak emas. Opel musorga tashlab ketilgan mashin bu. 3 yildan beri joyida turibdi. Auksionga qo'yildi, ammo auksionda hech kim olmadi. Ford bor. Bir yaxshi qishloqchilik.